Chelseadan bo'shatilgan Maresca 16 million yevrolik kompensatsiyadan voz kechdi. Londonning Chelsea klubi sobiq ustozi Enzo Marescaga shartnoma muddatidan avval bekor qilingani uchun 16 million yevro miqdorida kompensatsiya to'lashi lozim edi. Italiyalik mutaxassis bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan bo'lib, uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham mavjud bo'lgan. Qayd etilishicha, 45 yoshli murabbiy klub rahbariyati uning obro'siga putur yetkazayotganidan keskin norozi bo'lgani sababli shartnomani bekor qilish shartlarini muhokama qilishdan bosh tortgan va to'lanishi lozim bo'lgan kompensatsiyadan voz kechgan. Shuningdek, Maresca futbolchilar sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib, shifokorlar taqiqiga qaramay ularni maydonga tushirishga tayyor ekani haqidagi xabarlardan ham g'azablangan. Bundan tashqari, italiyalik mutaxassis aristokratlar rahbariyati bilan asosiy tarkib va o'yin davomida amalga oshiriladigan almashtirishlar masalasida ham kelishmovchiliklarga ega bo'lgan. Enzo Maresca 2024-yil yozidan buyon Chelsea bosh murabbiyi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. Italiyalik murabbiy qo'l ostida Chelsea 2025-yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionati va UEFA konferensiyalar ligasi g'olibiga aylandi. Shuningdek, Maresca Angliya Premyer Ligasining noyabr oyidagi eng yaxshi murabbiyi deb topildi.